Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Zomin tumani axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Tohir Malikning So'nggi o'q romanini taqdim etadi. Tohir Malikning So'nggi o'q romani o'zbek adabiyotida detektiv janriga asoslangan adolat, jinoyat va jazoni o'ziga xos tarzda yoritgan asardir. Roman bosh qahramoni bekorchi, jinoyatga moyil yigit turmushdagi o'g'irliklar, ichki qarama-qarshiliklar va jinoyat olamining o'yinlariga aralashib qoladi. Uning hayotidagi muhim burilish bir odamni o'ldirgani, ammo bu jinoyatdan keyingi pushaymonlik va ichki azob uni asta-sekin yanglish yo'ldan qaytishga undaydi. Ammo u tanlagan yo'l so'nggi o'q halokatga yetaklaydi. Asosiy bosh qahramoni ismi asarda aniq berilmagan, umumiylik berilgan. U orqali muallif yoshlar orasida yo'qotilgan yo'nalishli noto'g'ri tanlovlarni va ularning ayanchli oqibatini ko'rsatadi. Jamiyat vakillari har xil qatlam vakillari orqali hayotning murakkabligiga ijtimoiy tengsizlik va beparvolik fosh etiladi. Asarning g'oyasi esa to'g'ri yo'l har doim og'ir, ammo najotli, noto'g'ri yo'l esa oson ko'rinsa-da oxiri fojiali. Tohir Malik bu roman orqali yoshlarni ogohlantiradi. Jinoyat va jinoyatchilik hech qachon baxt keltirmaydi. Inson hayoti tanlovlar majmuasidir. Har bir tanlov oxir oqibatida so'nggi o'qqa olib kelmasligi uchun hushyor bo'lish kerak. Asarning xususiyatlari detektiv va dramatik elementlar uyg'unlashgan, tilla soddalik va ta'sirchanlik, dialoglarga boy, psixologik tahlillari chuqur. So'nggi o'q o'zbek o'quvchisiga jinoyatga moyil hayotning ayanchli oqibatlarini realistik ravishda ochib beruvchi tarbiyaviy ahamiyatga ega roman. U har bir o'quvchini hayotiy saboq olishi mumkin bo'lgan sahnalari bor. Ushbu romonni o'qishingizni barchangizga tavsiya qilib qolamiz.